Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda ikki xil usulda issiqxonamiz bor. Yondon, tandon usulda. Men o'zim qurganman. Ikki xil usulda qurilgan, lekin bir xil mahsulot ekilgan. Qulupnay ko'chatlari ekilgan va bizda mana shunday holatda almato'radan qilinib, ichkaridan duga uslubida termiz qilingan. Termiz tepa birinchi qavatimiz kilonkasi Xitoy kilonkasi, ikkinchisi 05 lik O'zbekiston kilonka. Ko'chatlarimiz bugun 26-noyabr 2025-yil. Ko'chatlarimizning holati, gulshodalarimiz yaxshi. Mana shunday guldan donga o'tmoqda va pishmoqda. Terim qilib sotishni boshladik. Mana shunday ko'chatlarimiz holati va hosillarimiz ham juda yaxshi. Kalibrlari ham yomon emas hozircha. Shunday holatda ketmoqda. Koreyskiy so'lxang navi, koreyskiy so'lxang. Mana shu issiqxonamiz.